Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı devamlaştırırız. Bugünkü islağa 2020 yıl 11. ayının 13. günü hafta cuma. Endilikli mavzumunda Devlet İşler Katibi Mike Pompeo, Tayvan izchil, yani hiç kaçan Cungo'nun bir kısmı bolğan emas deb ko'rsatdi mavzuli xabar 11. ayının 13. günü Amerika ovozinin Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Devlet İşler Katibi Mike Pompeo haftanın 4. günü 11. ayının 12. günü matbuotlarning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Tayvan izchil Cungo'nun bir kısmı bolğan emas. Xat ma'nosi shunday tarjima qildi. Aslida Cungo, nima Tayvan Cungo'nun bir kısmı emas. Qisqartib shunday deydi. Tayvan Cungo'nun bir kısmı emas. Deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat İşler Katibi Mike Pompeo. Davlat İşler Katibi Mike Pompeo radio stansiyasining muxbiri Howard Hewitt'ning ziyoratini qabul qilganda, bu Howard Hewitt intayin yuqori martabalik Amerikada davlat muxbiri vatandaşlar hozir men tuvanda qo'ygan savollarga diqqat qiliblar. Bu adamning yetishgan muxbir ekanligini bilib olasiz. Orliqda bir munozirda bir nazariyachilarning nazariyasida shundoq bir gapni anglab qoldim vatandaş. Amerikada muxbirlar hikoya yozadigan odamlar. Amerikada muxbirlar hikoya yozadigan odamlar. Amerikada men aytib qo'yay sizga efendim, Amerikada muxbirlarning siyosat saviyasi prezidentning saviyasi bilan o'xshashli gap. Hech qanday farqi yo'q. Shundaq bo'lgandalar u Amerikada matbuotlarda muxbir bo'la oladi. Ular hikoya yozuvchilar emas, bilib oling efendim. Mana hozir tuvandagi hodisidan muxbirlarning siyosat saviyasidan nima ekanligini ko'rasiz. Oxirida siz bilan birga tahlil qilamiz vatandosh. Howard Hewitt'ning ziyoratni qabul qilganda zo'r diplomatiya mavzulari to'xtaldi. Yana qayta bugun e'lon qilganimiz ekan, yana boshqalar keyin chiqamdi bilmayman. E'lon qilgani bugun Tayvan masalasidir. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi suhbatining yozma xati Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi davomli yozayotganiga xatolashib qoldi ekan adam. Davlat Mahkamasi suhbatining yozma xotirasini e'lon qildi. Muxbir Hewitt ziyorat jarayonida Prezident Trump hukumatining Cungo Kompartiya hukumatiga qo'llangan bir qator tadbirlari hamda Tayvan masalasini alohida tilga olib savol qo'ydi. Davlat İşler Katibi Mike Pompeo'ga savol qo'ydi. Howard Hewitt mundaq savol qo'ydi. Mike Pompeo siz Markaziy axborot idorasiga mas'ul bo'lib turgan va davlat ishlar kotibi bo'lib vazifa o'tagan chog'larda Amerikaning Tayvan to'g'risidagi va'dasi aniq. Balki bu va'dani davomlashtiramiz degan edingiz. Muxbir Hewitt mundaq savol qo'ydi. Mike Pompeo davomli Demokratlar Partiyasining siyosiy yo'llari bilan suhbatda bo'lasiz. Bu jumlaga diqqat qilingizmi vatandosh? Gapdan qanday qo'yilishi, jumla qanday qo'yilishiga shuningdek siz muxbirning siyosat saviyasidan qanchalik yuksak ekanligiga qo'l qo'ya olasiz vatandosh. Mike Pompeo, Davlat İşler Katibi Mike Pompeo, davomli Demokratlar Partiyasining siyosiy yo'llar bilan suhbatda bo'lasiz. Bu masalaning, ya'ni Tayvan to'g'risida va'da berish masalasining ikki partiyaning va'dasi ekanligiga ishonamsiz? Tayvan to'g'risida va'da berish masalasining, ya'ni ikki Amerikada ikki partiyaning va'dasi ekanligiga ishonamsiz? Cungo Kompartiyasi bu masalani shundoq to'nib elishi kerakmi? Hozir Amerikada saylam davri vatandosh, saylam davrida Prezident Trump hozir arz qilyapti deyli.
saylamda saylam bileti bo'yicha g'alaba qildi deyildi. Joe Biden hozir Aqsaroyga kirishga tayyorlik qilyapti deyli boshladik. Shundaq vaqtda muxbir qanday savol qo'yyapti, nima savolga diqqat qiling. Tayvan to'g'risida va'da berish masalasidan Amerikada ishga partiyaning va'dasi ekanligiga ishonamsiz? Diqqat vatandosh. Jungo Kompartiyasi bu masalani shundaq to'nib olish kerakmi? Chunki Jungo Kompartiyasining chekidan oshqana radikallari zarur bo'lgan ahvol ostida Tayvanni qurol kuchi orqali qaytarib olamiz deb g'aljirona fikr bayon qildi. Muxbirning savoliga Davlat ishlar vaziri Mike Pompeo bu savolga mundaq javob qaytardi. Abadiy muhim bo'ladigani shuki, so'z iboralar to'g'ri qo'yilishi kerak. So'z iboralar to'g'ri bo'lishi kerak. Tayvan izchil holda Jungoning bir qismi bo'lib boqqan emas. Tayvan bo'lgandan beri hozirgacha Jungoning bir qismi bo'lib boqqan emas. Shunday tushundiramiz do'stim. Bu nokta Prezident Reagan hukumati belgilagan siyosatda va ishlagan xizmatlarda e'tirof qilishga erishgan. Bu siyosatga Amerika 35 yil amal qildi. Diqqat qildingizmi? Bu siyosatga Amerika 35 yil amal qildi. Asli 40 yilda ardiki 4 yil 5 yilni ketdi. Vatandosh 35 yil amal qildi Amerika. Prezident Trump hukumati Aqsaroyga kirdi. Hozir 4 yil 5 yil o'tdi. Endi Amerika bu masalaga boshqacha muomala qildi deganlik o. Amerika bu siyosatiga Amerika 35 yil amal qildi. Balki Amerikada ishga partiya hukumati o'xshashli shunda qildi. Amerikada ishga partiya hukumati shunda amal qildi 35 yil. O'xshashli shunda amal qildi. Yo'q. Men haqiqatan mundaq hisoblayman. Amaliyotda bu siyosat ishki partiya xarakteri ikki partiyaning o'xshash siyosatidir. Bana javob qiling. Masalaga diqqat qiling vatandosh. Yo'q, men haqiqatan mundaq hisoblayman. Amaliyotda bu siyosat ikki partiya xarakterlik. Ikki partiyaning o'xshash siyosatidir. Tushundingizmi? Cumhuriyetçiler Partisi Amerikada, Demokratlar Partisi Amerikada. Tayvan siyosati bugun men jakaladim, bu siyosat Amerikada ikki partiya xarakterlik. Yoki bu so'zga sifat qo'ysangiz, ikki partiya sifatlik o'xshashlar ikki partiya ko'ngil bildigan siyosatdir. Men bundaq hisoblayman. Biz buni yadroliq tushunganimizda bu ya'ni Tayvan demokratiyasining o'lgisi. Tayvan yadro tushunganimizda, ya'ni Tayvan demokratiyaning o'lgisidir. Tayvanda yashayotgan xalq Jungo o'zi bergan va'dalarga amal qilish kerak bo'lgan. Bu orqali Tayvan xalqi qadr-qimmatlariga erishish lozim. Ma jumla toza aniq tarjima qilinmay qoldi, kechiring. Tayvanda yashayotgan xalq Jungo o'zi bergan va'dalarga amal qilish kerak. Balki bu orqali Tayvanda yashayotgan xalq o'zining qadr-qimmatiga erishishi lozim. Men o'ylayman, Amerikada ikki partiya bu nuqtani tan oladi. Nima deydi? Amerikada ikki partiya buningga ma'qul deydi, qo'shiladi degan gap. Davlat ishlar vaziri Mike Pompeo so'zini davomlashtirib mundaq dedi. Jungo bilan Tayvan taraf bu masalani hal qilishga chora izlab topolmaganda. Bu masala Tayvan masalasi uzun muddat shundoq davomlashadi. Bergan va'dalarni hurmat qilishimiz lozim. Bizning bir qator majburiyatlarimiz bor.
Sen bizden Tayvan'a harbiy qural yaraq setip bergenligimizden xabardar boldun. Muxbiri qartib davadı. Tayvan'dan qoğdunuş iqtidarıga yordam berdik. Bu işlarning hammasi ochiqini aytganda Jungo bilan Tayvan xalqi o'tirisida bergan va'damizni amaliylashtirish iborat. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo muxbir Howard Head'ga berayotgan javob. Malik siyasal uzunroq diqqat qilinglar vatandoshlar. Kechiringlar meni juma. Ikkiga ayrı bitay desem üzülüp qoladi. Mazmun üzülüp qoladi ekan. Washington 1979 yılı Tayvan bilan diplomatik munosabatni üzüp, Jungo bilan diplomatik munosabat o'rnatdi. Amerika uzundan beri bir Jungo siyosatini ijro qilib keldi. Bu yıl 8. ayının 31. günü Amerika Devlet Mahkemesi'nin Şarkı Asya işlerine mesul yardımcı devlet işler katibi David Stilwell, Washington Konservatiflar Fondi Cemiyeti'de ötküzülgen Amerika Tayvan İktisadi Hamkarlık ekran yığınında fikir bayan kılgan idi. Washington'dan bir Jungo siyaseti, Beijing'den bir Jungo prensip bilen okşaşmaydı. O yana mındaq dedi. Jungo Kompartiyası bir Jungo siyasetiga asaslanıp Tayvan'a egilik huquqimiz var deydi. Belki Amerika bolsa Tayvan'ın egilik huquqi to'g'risida taraf tutmaydi. Yani meydan qo'llanmaydi. Yana bir qatim deb aytaylik, Tayvan'ın egilik huquqi masalasida tarafbal fikir qilmaydi. Demek Tayvan'ın egilik huquqi meselesida Amerika taraf tutmaydi. Tarafbal fikir qilmaydi. Meydan qo'llanmaydi. Nima deymiz buni? Mustaqillik jakarlamsan, qo'shilib ketaman demsan, bir Jungo bir Tayvan paydo qilamsan, tamamen o'zingning ixtiyori, o'zingning tanlashi, siyosiy tanlash boshlaydi-ku. David Stilwell bu çağda tushundirib, bundaq ko'rsatdi shu chaqda. Amerikanın tüpki menfaati Tayvan meselesi zorlaş bolgan Tayvan bo'g'izida ikki taraf zorlaş bolmagan, kechiringlar. Zorlaş bolmagan Tayvan bo'g'izidagi ikki taraf xalqlari qabul qila oladigan shaklda tinch yo'l bilan hal qilinishi kerak. degan yerdadir. Xuddi Beijing va'da bergandek. Beijing shundaq va'da bergan, xuddi Beijing va'da bergandek. Yani şunun o'xshashli Amerika Tayvan bilan keng doirlik, qo'yoq va do'stona, g'ayri aloqador taraflar munosabatini davomlashtirdi. Jumladan Tayvan munosabatlari qonunida belgilangan va'dalarga asoslanib, Tayvanning o'zini qo'g'dishi bilan hamkorlashidir. Yoki Tayvan bilan hamkorlashib, Tayvanni qo'g'daydi degan. Bu leksiya uzun bo'lib ketdi, kechiringlar vatandoshlar. Çünkü nima deymiz? Bölüp ötey desem mazmunu bölünüp ketadi ekan vatandoshlar.